Assalomu alaykum xolajon, ahvollaringiz yaxshi bo'lib qoldimi? Bugun Almaz Medline klinikamizda 8 kun davomida davolandingiz. Klinikamizdagi sharoitlar va shifokorlarimiz haqidagi fikringiz. Fikrim, men Dinov shahridan kelganman. Juda ko'p sanatoriyalarga borganman. Lekin men mana shu Toshkentga mana shuni filialiga borib yotdim. Bu yerda ham rosa zo'r ekan. Men kim Sadardin degan vrachga aytdimki, men o'g'lim boryapman, yo'q. Endi men o'sha yerdan klinikaga yana bor. O'shanga borsangiz juda yaxshi. Haqiqatan ham kelsan, darvozani oldidan kutib olib, qo'lini ko'ziga qo'yib kutib olib, chiroyli muomalalar qilib, vrachga kirgizib, vrach juda yaxshi ekan muomalalar. Qizlarni ham, o'g'illarni ham muomalasi rosa. Meni shunday yurolmay kelganimda olib borib lechinlarga yetaklab olib, doktor bo'lsa ham olib kelib, rosa menga yoqdi. Kelingizlar, shunday chiroyli klinikaga kelib davolanishlaringizni umid qilaman. Mana bugun 8 kun bo'lgansa yaxshi bo'lib ketdim. Endi xudo xolasa shanba kuni ketaman. Mana vrachimni o'zi aytadi, "Mashinani chaqirib beraman. Ishda oldiga shunday munosabatda ketasi" deyapti. Men bulardan juda minnatdorman. Ovqatlari ham yaxshi, hamma sharoitlari yaxshi. Meni muomalasi davoladi. Muomalasi juda yaxshi ekan. Menga yoqdi. Har 2 soatda, 3 soatda kirib, biri bo'lmasa biri qanday Hoji Mamadjon yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldim. Albatta 3 kun qiynaldim, mana 3 kundan keyin mana bu yerga juda yaxshi bo'lib qoldim. Endi xudo xolasa ketishga tayyorgarlik ko'rib turibman.